Taniqli xonanda Munisa Rizayeva og'ir kunlarni boshdan kechirayotgani haqida so'zlab berdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga layk bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Ayni paytda Dubayda bo'lib turgan xonanda Munisa Rizayeva oilasi boshiga tushgan sinovli vaziyat haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, turmush o'rtog'i kutilmaganda jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan. Xonanda Sevinch Ismoilova Tailand bo'ylab sayohat qilmoqda. U tabiat go'zalligidan ilhomlangan holda tushgan suratini o'z sahifasiga joyladi. Raqqosa Parizoda Instagram sahifasiga oilasi bilan birgalikda tushgan rasmini joyladi. Surat ostidagi izohda esa Moskvada Yangi yilni esda qolarli tarzda kutib olganini aytib o'tdi. Ayni vaqtda onasi va farzandlari bilan birgalikda Sharm ash-Shayxda dam olayotgan xonanda Dilso'z onasini tavallud kuni bilan tabrikladi. Taniqli aktrisa Saida Rametova milliy telekanaldagi Hindi shou ko'rsatuvida gohi shodlik, gohi g'am filmidagi Amitabh Bachchanning rafiqasi Jaya Bachchan obrazida namoyon bo'ldi. Xonanda va bastakor Nigina Nabiyeva egizak farzandlari bilan birgalikda vaqtini mazmunli o'tkazmoqda. Buni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylagan suratidan bilib olish mumkin. Boshlovchi va bloger Husnora Shodiyeva orzusidagi avtomobilni xarid qildi hamda quvonchini muxlislari bilan bo'lishdi. Kelinimni rosa erkalatib yuborsam kerak. Aktrisa Dilnoza Kubayeva kelajakda qanday qaynona bo'lishi haqidagi savolga javob berdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.